Assalomu alaykum qizlar. Sizlarga mana shu video orqali shunaqa oqshom liboslari uchun mos tushadigan chiroyli ko'ylakni yengini bichib ko'rsatib bermoqchiman. Yeng andazasi bilan yengni tepa qismini alohida tayyorlab bichib olamiz. Yengimizni osti uchun mana shunaqa fason berish uchun materialimizdan yumaloq qilib kesib olamiz avval. Xuddi mana shunaqa yumaloq shaklda kesib olamizda materialimizni bir tarafidan qayiramiz ikkinchi tarafiga. Ikkala tarafini barobar qilib qayirmaymiz. Bir tarafi uzunroq, ikkinchi tarafini kaltaroq qilib bukamizda. Xuddi mana shu videodagidek 4 ga buklab olamiz. Hamma tomonini to'g'rilab 4 ga qayirganimizdan keyin o'rta qismini burchak tomonidan mana shunaqa yarim oy shaklida chizib olamiz, chuqurgina qilib. Yengimizga to'g'ri kelishi uchun albatta yengni mana shu etak qismini o'lchamini olamizda. Chiqqan o'lchamni 2 ga bo'lib, chiqqanini mana shu yerga to'g'rilab o'lchab kesamiz. Shunda yengni etak qismiga to'g'ri keladi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bir tarafi uzunroq, ustki tarafi kaltaroq bo'ladi. Mana shunda yengimizga qo'yiladi. Mana bu tayyor bo'lgani. Juda ham chiroyli chiqadi oqshom liboslari uchun.